Eversa yugurmasdan kirlaringni yuvasang bo'lar edi. Sadoqat kirlarimni yuvib qo'ygan. Qachongacha birov yuvib beradi? Nima sadoqat xizmatkoriymi? Saromjon kelin uyni ham eplaydi, ko'chani ham onalik, ham xotinlik, ham xizmatkorlik vazifasini o'taydi. Ko'rib turibsiz-ku ishimni ko'pligini. Odamlarni ketuzilmaydi. Vrachman, tashlab kela olmayman. Kasbim shunaqa. Vrach bo'lib nimani qoyil qilding? Odamlar singari oltin brilliantli bezani yuribsanmi? Shunday vrachlar borki, bitta tishni 10 so'mdan kamiga olishmaydi. Jaraq pul topishadi. Ha, pul topishadi. Uyga kirsang og'zing ochiladi. Hamma yoqda billuru gilamlar. Meni kelinimchi. Tanishi begonalarni tishni bepul kovlashdan boshqa hech nimani bilmaydi. Boy bo'lish uchun ham zabon kerak. Aytgandek, hozir esimga tushib qoldi. Qo'shnimizni qizini boshini qotirib nimalar degding? Vrachlarning qo'li pok bo'lish kerak debsanmi? Men boshqa narsani nazarda tutib gapirgandim. Rahmat. Undan chiqdi men qarib qolgan ahmoqman, hech narsani bilmayman. Miyam suyulib boshim ishlamaydi. Mana u dazmol bilan bir yorib qo'ya qoldi. Hech yomon gap gapirganim yo'q. Yaxshimi, yomonmi, baribir og'zim ochilganini qo'ymaysan. Bitta gapirsam 10tasini qo'ndirasan, og'zimdan chiqmasdan yoqamga yopishtirasan. Qani mendan nima istaysan, ha? Bobosan menmi? Bo'ldi, gapirmayman. Ayb borsanda gapira olmaysan. Butun qarindosh urug'larim oldida yuzimni yerga qaratding. Seni deb na to'yga, na azaga bora olaman. Baxtli odamlarning kelini qaynonasini soyasiga ko'rpacha soladi. Men xudoga nima yozibman, ha? Qaynonam uyda o'tiradi. Uyni ishlarini ham o'sha qiladi o'ylaganmiding, ha? Yo'q, cho'rani xom sanabsan. Unaqa qaynonalardan emasman. Kelin degani men uchun supurga. Qayerga qo'ysam o'sha yerda turishi kerak. Jahlingiz chiqmasin, oyi. Hali o'g'lingiz kelsinlar. Bu meni uyim. Xo'jayini ham, bekasi ham menman. Meni aytganim aytdim. Yaxshi, oyi. Shu buguna uyingizdan ketishim mumkin. Ketaman, sen katta ko'cha.